Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi darsimiz biz Alloh azza va jallaning kalomidan boshlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون صدق الله العظيم. Yana bir bora assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azza va jalla umringizga barakasini bersin. Sizlarni va bizning qadamimizni to'g'ri yo'lga, hidoyatga boshlasin. Ulug' arshning Robbisidan so'rab ketaman, sizni bizni oxiratda jannatlarda, firdavslarda payg'ambarlar bilan bir qilsin. Amin. Bugun biz sizlar bilan bir har bir musulmonning hayotida bo'lgan eng muhim mavzularni ochamiz. Bu masjidning odoblari. Masjid bu Alloh azza va jallaning suyukli va eng yaxshi ko'rgan uylari hisoblanadi. Kim Alloh azza va jallani yaxshi ko'rsa, kim Allohni yaxshi ko'raman desa, albatta u odam masjidni chorasiz yaxshi ko'rish kerak, masjidni hurmat qilish kerak va masjidning odoblarini bilish chorasiz narsa. Alloh azza va jalla Jin surasida aytadiki: "Va annal masajida lillahi fala tad'u ma'allohi ahada." Bu masjidlar Allohniki. Allohdan boshqasiga duo qilmanglar, Allohdan boshqasiga ibodat qilmanglar dedi. Albatta bir odam bir saxovatli, oliyjanob odamning uyiga mehmon bo'lib borsa, albatta u odam o'zini bir kerakli bir odoblar bilan, kerakli bir sifatlar bilan boradi. U odam u joyga borganda, ana shu saxovatli odam ana shu mehmonni chiroyli kutib oladi. Uni siylaydi. Endi tasavvur qiling, siz Alloh azza va jallaning uyiga borasiz. Siz masjidga borganingizni bilingki, esdan chiqmasin, siz Alloh azza va jallaning mehmoni bo'lasiz. Agar siz masjidda shariatimiz talab qilgan odoblarni muhofaza qilsangiz, Alloh azza va jalla sizni haqiqatan quruq, umidsiz va duolaringiz ijobatsiz qaytarmaydi. Bugun biz sizlar bilan ba'zi bir hadislar bilan tanishib o'tamiz. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallam aytdi: "Iza ra'aytumur rajula ya'tadu ila al-masajid fashhadu lahu bil iman." Agar bir kishini doim masjidga borganini, masjidga ser qadamini ko'rsanglar, ana shu odamning iymoni bor ekanligiga shohid bo'linglar. Qarang, agar siz masjidga doim borsiz, faqatgina juma emas, faqatgina hayit emas, balki tez masjidga borib tursa, u odamning iymoni bor ekanligini, u odamning iymoni komil ekanligiga shohid bo'lishingiz kerak ekan. Lekin agar masjidga bormasangiz, masjid faqat masjidligini bilib turib, lekin masjidga kirib ibodat qilmasangiz, unda nima kelib chiqadi? U odamning iymoni zaif ekan, musulmonman desa ham. Haqiqatan masjidga borishlikning ajri ko'p. Alloh azza va jalla qiyomatda odamlar hisob kitobni kutganda
Ana shu odamlar juda ham bir qattiq dahshatga, qiyinchilikda bo'ladi. Quyosh shunaqa bir yaqin bo'ladiki, odamlar o'zining terisida cho'kishni boshlaydi. Mana shu joyda 7 tur odam bo'ladi. Ana shu 7 tur odamlar Alloh azza va jallaning suyukli bandalari Allohning arshining soyasida damalib o'tiradi. Ana shular kimligini bilsa olasizmi? Ulardan biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda dediki: "Sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh." Oxiratda 7 tur odam hech bir soya bo'lmagan kunda ana shu 7 tur odamga Alloh azza va jalla soya berar ekan. Ulardan biri va rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Ulardan biri shunaqa bir kishiki, uning qalbi masjidga bog'langan. U kishining qalbi do'kaniga, u kishining qalbi mol dunyoga yoki u kishining qalbi telefonga emas, balki masjidga bog'langan ekan. Agar peshinga borsa, qachon asr bo'lar ekan deb kutadi. Asrdan keyin uyga borgandan keyin bezovtalanadi. Ajoyib bir narsani istayotgandek bo'ladi, bir narsa yetmayotgandek bo'ladi. Nimaga? Chunki uning qalbi masjidga qolgan, masjidni sog'inadi. Ana shu odam qiyomatda Alloh azza va jallaning eng suyukli bandalaridan biri bo'lar ekan. Boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, sahih hadisda Man g'asala yawmal jum'ati va g'tasal. Kim juma kuni yuvinib, taranib, Man g'asala yawmal jum'ati va g'tasal va bakara thumma batakar. Va bakara va batakar. Kim erta borsa jumaga. Va masha va lam yarkab. Markab minmasdan balki piyoda borsa. Wadana minal imam va lam yalghu. So'ngra erta borib imomga yaqin o'tirib dunyo gaplari bilan mashg'ul bo'lmasa. Rasululloh hadis aytgan, shu odamning ajri qanaqa deganda hayron qolasiz. Lekin haqiqat sahih hadis. Ana shu odamning har bir qadamiga 1 yil roza tutgan, 1 yil tahajjud o'qigan ajri berar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Agar siz 100 qadam tashlab kelsangiz, siz 100 yil roza tutgan, 100 yil har kun tahajjud o'qigan ajrini olar ekansiz. Ko'ryapsizmi? Bitta Alloh azza va jalla masjidga erta borib, taranib, chiroyli borib, imom yaqin o'tirib va dunyo gap bilan mashg'ul bo'lmasangiz, kulib o'tirmasangiz, telefoningizni kavlamasangiz, balki ana shu imom xutbasini tinglasangiz, Alloh azza va jalla sizga ana shu ulug' savobni berar ekan. Endi agar uyingiz uzoq bo'lsa, mumkin siz boshqa bir uzoq masjidga borasiz, bir imomni yaxshi ko'rib borasiz. Uydan shu masjidgacha piyoda borish shart emas, balki mashinada boring, markabda boring, lekin ozgina qolganda mashina to'xtatib turib, sekin piyoda kirib boring va har bir qadamingizga ulug' ajrlar olasiz. So'ngra shariatimiz biz ana shu masjidlar qurishlikka, masjidlarga yordam berishligimizga, masjidlarni chiroyli tutishimizga ko'p targ'ib qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytadiki, "Man bana lillahi masjida." Kim Alloh uchun masjid qursa. Man bana lillahi masjidan. Banallohu lahu baytan fil jannah. Ana shu odamga Alloh azza va jalla jannatda uy qurib berar ekan. Bu hadisda masjid quradi desa, oxirdan hammasini qurib berish shart emas. Balki agar siz masjidga yurakdan bitta miq olib kelsangiz ham, Alloh azza va jalla sizga jannatda uy qurar ekan. Eng muhim ixlos, masjidni yaxshi ko'rish kerak. Chunki masjidni yaxshi ko'rishlik, islomni, dinda va butun islomga taalluq narsalarni yaxshi ko'rishlik bu iymondadir. Alloh azza va jalla Haj surasida dediki: "Va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqwal qulub." Kim Alloh azza va jallaning shiorlarini, islom, din, masjid, ana shu masjidga taalluqli, dinga taalluqli narsalarni hurmat qilsa, ulug'lasa, yaxshi ko'rsa, e'zozlasa, ana shu haqiqatan qalbdagi taqvoga dalolat qiladigan narsa dedi. Boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Man asraja sirajan fi baytin min buyutillah." Kim Alloh azza va jallaning uylaridan bir uyga, ya'ni masjidning biron bir chirog'ini yoqsa, lam tazalil malaikatu va hamalatul arshi tastaghfiruna lahu ma dama zalika daw'un fil masjid.
Agar bir odam masjidni yoritsa, osmondagi farishtalar va arshni ko'tarib turgan 8 ta farishta, ya Robbim Alloh, falonchi bandang seni masjidini yoritdi. Uni gunohlarini kechirgin deb sizni haqqingizga duo qilar ekan. Modomiki ana shu yorib turganguncha. Ya'ni masjidga siz ba'zi masjidlarda pul to'plashadi. Svetga deb, yordam qiringlar deb. Siz ana shu masjidga 20 so'm tashlasangiz ham qancha bo'lishi qat'iy nazar. Niyatingiz Alloh uchun. Ular ana shu puldan olib masjidni yoritadi. Svetlarga pul to'laydi, suvlarga pul to'laydi, haqqini beradi. Bilingki, ana shu 20 so'mingiz tugaguncha osmondagi farishtalar va Allohning arshini ko'tarib turgan 8 ta farishta Allohim shu bandani gunohini kechirdi, tavba sizdan siz haqingizda duo qilar ekan. Ayting, farishtalarning duosini Alloh qaytararmidi? Osmonda qancha farishta bor bilasizmi? Rasululloh hadis aytadigan "Attotis sama" osmon ag'irlashgandan qimillab ketdi. Nimaga deganda, osmonda 4 ta barmoqchalik bo'sh joy yo'q. Ana shu 4 ta barmoqcha joyni ham farishtalar to'ldirib tashagan deydi. Alloh azza va jalla arshni ko'targan 8 ta farishta ularni Rasululloh sallam ko'rgan. Va Alloh azza va jalladan shu 8 ta farishtaning bittasini shu yelkasidan quloq yumshoqcha bo'lgan masofani odamlarga ummating tasvirlab berishim ruxsat ber deganda, faqat shu joyni ruxsat bergan tasvirlab berishga. Rasululloh sallam aytadiki, ularning yelkasidan quloqigacha bo'lgan masofa 500 yillik uchadigan masofa dedi. Tasavvur qiling. Ana shu farishtalar ya Robbimolloh falonchi bandani gunohlarini kechir deb talab qilar ekan. Shuning uchun biz masjidga haris bo'lishimiz kerak. Shuningdek, albatta musulmon odam masjidga kirish odob bilan ham esdan chiqarmash kerak. Masjidga kirishdan oldin, borishidan oldin doim tahoratdan kelishga haris bo'ling. Agar imkon bo'lsa. Chunki musulmon odam uyda tahorat olib, azondan oldin tahorat olish boshladimi, shu tahorat olishdan boshlab to namoz o'qib tugaguncha u namoz ichida bo'ladi. Tahorat olganingizdan so'ng dunyo gaplardan uzoq bo'lib, yo'lda kelayotib, hazil-huzullardan uzoq bo'lib turib, sekin tinch keling. Chunki Rasululloh aytadiki, alaykum bis-sakina. Ida sami'tumul iqoma alaykum bis-sakinati wal waqar. Agar qomatni eshitsangiz azonga sekin kelinglar, tinchlik kelinglar. Ba'zilar namoz o'qiyotgan paytda imom boshlaganini ko'rib qolsa, yugurib potrab keladi. Bu sunnatga xilof narsa. Rasululloh bundan qaytargan. Kech qolsangiz ham shoshmay keling. Chunki namoz o'qiyotgan odamlarni siz xushusini buzib qo'yishingiz mumkin. So'ngra masjidga kirishdan oldin eng chiroyli kiyimlaringiz bilan kiring. Alloh azza va jalla Qur'on Karimda aytadiki: "Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu." Ey odam bolasi, masjidga borishdan oldin zinatlaninglar, yasanib boringlar. Lekin bizda teskari. Biz bir hokimning oldiga bormoqchi bo'lsak yoki bir odam bilan uchrashmoqchi bo'lsak, ular oldiga yasanib boramiz. Lekin masjidda farq yo'q. Uy kiyimida ham kecha kiygan kiyim bilan yog'lama kiyim bilan ketaveramiz. Bu noto'g'ri. Allohni siz hurmat qiling, Alloh azza va jalla siz duolarga ijobat qiladi. So'ngra masjidga kirganda 10 oyoq bilan kirasiz. Bismillah. Allohumma solli va sallim ala nabiyyi Muhammad deb salovat ayting. So'ngra a'udhu billahil azim va biwajhihil karim va sultonihil qadim minash shaytonir rojim. Ya Robbim Alloh shayton yomonligidan panoh so'rayman deng. So'ngra masjidga kirganda 2 rakat namoz o'qimagunicha o'tirmang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda aytadiki: "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Agar sizlardan birontangiz masjidga kirsangiz, 2 rakat namoz o'qimagunicha o'tirmang dedi. Bu masjid odoblaridan biri. So'ngra masjidga kirishingizdan oldin biz shariatimiz nima deydi? Man akalal basal was-sawma wal-kurrasa fala yaqrabanna masjidana. Kim sarımsoq, ya'ni chesnok, piyoz yesa bizning masjidimizga yaqinlashmasin. Chunki u odamlar farishtalar va boshqa namozxon odamlar ozor topadi. Ko'rasizmi, siz masjidga kirganingizda eng go'zal suratingiz kirishingiz kerak ekan. Bu eng muhim narsa. Xosatan sigaret chekadigan odamlarga bu taalluqli narsa.
Siz og'zdan chiqqan hid boshqa odamga ozor berib qo'ymasin. Chunki boshqa odam xushu bilan keladi. Oxiratni obod qilaman deb keladi. Onasi og'rigan bo'lsa duo qilib keladi. Siz uni ozor berib qo'yasiz. Mana shu joyda aytib ketish kerakki, masjidga kirganda aslo dunyo so'zlaridan uzoq bo'ling. Shariatimiz dunyo so'zlari masjidda gaplashishni man etmaydi, lekin namoz paytida, azon paytida, odamlar namoz o'qiyotgan paytda dunyo emas, balki Qur'on o'qishlikdan qaytargan shariatimiz. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqsa, masjidda bir odam namoz o'qiyotgan ekan, ikkinchi bir sahobiy Qur'on o'qib o'tirgan ekan, baqirib, doshini chiqarib. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni qaytardi. Sen Qur'oning bilan, tilovat bilan u odamga ozor beryapsan deb. Haqiqatan tasavvur qiling. Siz namoz o'qiyapsiz, oldingizga olib men Qur'on o'qiyapman. Adashasizmi? Adashasiz. Endi tasavvur qiling, men Qur'on emas, balki dunyo gapini gapirsam, achchig'ingiz keladimi? Keladi. Shuning uchun masjidga kirdingizmi? Odamlar namoz o'qiyaptimi? Odamlar duo qilyaptimi? Aslo Qur'on bilan unga xalaqit bermang. Hammasi chiqib ketgandan keyin bemalol o'tirib, gaplashib, Qur'on o'qib chiqib ketsangiz yaxshi bo'ladi. So'ngra masjiddan chiqqaningizda bismillah, salatu vassalamu ala nabiyya ba'da yoki Allohumma solli va sallim ala nabiyyi Muhammad deb salovat aytasiz. So'ngra Allohumma inni as'aluka min fadlik, ya Robbim Alloh, seni fazilatini so'rayman deng. Chunki siz hozir tirikchilik ketyapsiz. Mana shu joyda biz mana shu bugungi darsimizni yakunlashdan oldin aytib ketaman. Masjid yosh bolalarni chiqarishlikka undamaydi. Balki islom din yosh bolalar masjidga kelishligini xohlaydi. Masjidda ibodat qilishligini, masjidda ilm olishligini haris. Lekin afsuski kattalarni gapirmayapman. Yosh bolalar hozirgi kunlarda masjid odoblarini ko'pchilik bilmaydi. Ba'zi ota-onalar, "Ey o'g'lim, masjidga bor, namoz o'qib kel" demasdan, balki bor masjidga o'ynab kel deydi. Bu masjid emas, stadionmi yoki detskiy plashchatkami sizga? Siz bolangizni tarbiyalang. "Ey o'g'lim, masjidga borsen, gaplashmagin, o'ynamagin, kulmagin, doshing ko'tarmagin, namoz o'qib chiqib kelgin" deng. Yoki agar farzandingiz shu narsani o'rgata olmasangiz, o'zingiz birga olib chiqing. Chunki hozir bilasiz, yosh bolalar gapirganingizdan keyin 1 minutdan keyin esdan chiqarib qo'yadi deganingizni. Shuning uchun birodarlar, yaqinda Ramazon kelyapti. Farzandlaringizni masjidga chiqarishdan oldin ularga tushuntiraylik, quloqiga qo'yaylik, masjidning odoblarini o'rgataylik. Kelgandan keyin u masjidda o'qigan imomlarga va o'sha yerda o'qigan taqvodor odamlarga, namozxonlarga xalaqit bermasin. Chunki ana shu odamga xalaqit bersa, u odam u bolaga achchig'i chiqmaydi. Birinchi bo'lib ota-onasiga achchig'i chiqadi. Ota-onasi tarbiya bermabdi, kim bolasi ekan deydi. Shuning uchun masjidlarning odoblarini o'rganaylik, farzandni o'rgataylik va masjidni zinatlashga harakat qilaylik. Aqulu qawli hada astaghfirulloh li va lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huval ghafurur rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.